Quyida ikkita uchburchak berilgan. AB va CD tomonlar bir-biriga parallel. Bu yerda AB tomonning uzunligini topish so'ralgan. Masalani yechishni o'xshash uchburchaklarning xususiyatlaridan foydalanamiz. O'xshash uchburchaklar, ular shakli bir xil, lekin o'lchamlari turlicha bo'lgan uchburchaklardir. Ularning mos burchaklari teng va mos tomonlari esa bir xil nisbatda bo'ladi. Keling, teng burchaklarni belgilab olamiz. Ya'ni mana I burchak bu vertikal burchakligidan bir-biriga teng. Keyingisi AB CD ga parallelligidan, demak, mos burchaklar bular A burchak D burchakka teng va B burchak esa C burchakka tenglik kelib chiqadi. Demak, burchaklar, mos burchaklari teng va mos tomonlari ham bir xil nisbatda bo'lishi kerak. Ya'ni to'rni uchga nisbati teng, keyingisi keyingi mos tomon mana AB. AB ni 6 ga nisbati. Bu yerda AB ni topib olamiz. Ya'ni AB teng 4 ni 6 ga ko'paytirib 3 ga bo'lamiz. AB teng 24 bo'lingan 3 va bu yerdan AB ning 8 ga tenglik kelib chiqadi.